Samarqand shahri O'zbekistonskiy ko'chasi JK Baxmal, mana bu Shilkatkatskiy fabrikani yonginasida qurilgan novostroyka domlar bor-ku, o'shani ikkinchi qavatidagi полноценный 3 xonali kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Tezgina bitta obzorcha qilaylik, batafsil ma'lumotni oxirida tushuntirib beraman. Kvartiramizga kirish qismi bo'lyapti. Shunday kirsangiz chap tomonida детская komnata bo'lyapti. Aka, kravatlar mana bor, shkafchalari bor, hamma komnatasida tepli pollari bor. Ro'parasida umumiy sanuzel qismi bo'lyapti. Aka, dushovoychasi bor, mana stiralkasi, unitazlari, hamma narsa yap-yangi, yonginasida garderobnaya qismi aka. Bunaqa kvartira redki chiqadi. Qarang aka, stolovaya zonasiga qarang, как будто bir amerikanskiy kinolarda nima deydi, amerikanistlar yashaydigan uyga o'xshaydi. Planirovkasi необычный, konditsionerlari bor, stol, stul bor, mebellari bor, kuxinni garniturlari bor aka. Yonginasida mana spalnya qismi bo'lyapti, kattalar yotoqxonasi. Dizaynlariga e'tibor beramiz, ranglariga e'tibor beramiz, mebel, jihozlari, hamma narsa yangi akajon. Kvartiramning yuragi mana buni, gostinaya qismini qarang. Gostinaya qismi вообще mehmonxona dahshat, kartinkalar qo'yilgan, TV zonasi bor, yonginasida katta balkoni ham bor, bitta vid qarang tashqaridan aka. Ikkinchi qavatda 90 kvadratga ega bo'lgan, narxini ham birdaniga aytib o'taman. 125 ming AQSh dollari start deb bo'lyapti. Boshlang'ich savdosi обязательно bor aka. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi, 24 ga 7 Telegramga javob beramiz.